yutgan Mustafa Abdurahimov. O'zi gaplarim O'sha restoran. shu kuni qanday deyapmanda, sababini qilgan ekanmiz, Allohga bir sababini qilganmiz yapgan ekan. Bu nima dedi, omad degan narsa menimcha yo'q deb o'ylayman. Shaxsiy fikrim u, subyektiv fikrim. Omad bor deganda, omadi bor ekan, mana, lekin sababini qilmagan, Alloh yetkazmadi. Assalomu alaykum, Top Profile'dagilar. Alhamdulillah, shu jintraga erishdik. O'g'lasa notariusdan o'tkazib berdilar. Sababini qilgan Alloh xohlasa agar shu narsaga erishtiradi. To'xtab qolmangizlar. Nasib bo'lsa bu jintrani yutdi, to'xtab qoladi degan narsa Xudo bizlarda ham bo'lmaydi. Oxirigacha boramiz, Xudo. Va qo'shilmagan shu Top Profile'ni kuzatib, lekin qo'shilmaganlarga tavsiya qilaman qo'shilishligini. Bu narsada bu jamiyatimizga, bitta Abdurahmon akani tuzgan loyihalar emas, butun mana shu qatnashayotgan butun hammamizniki bu jamiyat. Bu jamiyatni rivojlantirish kerak, bu narsada bardavom bo'lishimiz kerak. To'g'risi hozir ko'rib turibman. Masalan, oldin ko'rishmaganmiz u kishi bilan, yo bir telefonda aloqalashmaganmiz. Samimiy inson deb bilaman. Shu oldindan samimiy inson deb qabul qilganman. Hozir ham ko'rib shu narsaga yana ishonchim qabul bo'ldi.